Biznes uchun, yashash uchun bitta zo'r uchastka ko'rsataymi? 3/4 sotuv bo'ladi. Mana shu orqamdagi uchastkamiz. Fasad razmerlari 9 metr. Katta yo'lni mana birinchi liniyasida joylashgan. Korzinka, maktab, bog'cha, masjid, hamma narsa bor. Bu yoq tarafda mana rohat krugiga chiqib ketaverish, artel zavodlari. Yo'lni mana birinchi liniyasida bo'lgani uchun mana ikkita mashina bemalol sig'adigan katta parkovkasi bo'ladi. Xohlasanglar qaraydi. Atrofda nima yo'q? Fitness zal yo'q, kompyuterxona yo'q, частный xususiy klinikalar yo'q. Mana shu narsalardan bittasini qursangiz, xudo xolasa baraka bo'lib yurib ketadi mana shu joy. Yo'q, men yashash uchun olaman desanglar ham zo'r variant, chunki narxlari yaxshi chiqqan. Endi qaranglar, mana planlarni ko'rsataman. Zeleniy zonasi bo'ladi. Shunaqa bitta, yana bitta mashina sig'adigan katta yo'lak bilan kiriladi. Uzunasiga tushgan. Mana bu yoq tarafda ham xonalari bor. Endi ichlarini ko'rsataman. Remontlari ham yaxshi holatda. Remontlari yaxshi holatda. Yashayman desanglar ham zo'r variant, lekin katta ehtimol bilan biznes qiladigan bo'lsanglar, xudo xolasa juda ham zo'r. Mana lokatsiya zo'r, narxi zo'r. Narxini ham sira aytib bora qolaman. To'g'ri 3 sotuvli uchastkamizni 153 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Shunaqa puliga mos bo'lgan uchastkalarning obzorini yo'qotib qo'ymaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.